Salom hammaga, bugun sizlar bilan tayyor botlar foydalanish ko'rib chiqamiz. Bu botlar linkini men o'zimni kanalimga tashlab qo'yaman. Kanal linki mana shu. Mana tayyor botlar. Birinchi bot hamma botni ketma-ket ko'rib chiqamiz. Birinchi bot mobile hacking SG bot. Kira olamiz, start bosamiz. Xo'sh, bu bot nimalar qila oladi? Lokatsiya aniqlay oladi, geolokatsiya, kamera rasmini tushira oladi, device haqida informatsiya, notebook zaryadi, xullas device zaryadi, internet va hokazo. Uni qanday qilamiz? Birinchidan qilish uchun create buyrug'ini beramiz, /create deb bosamiz. Create deb yozib enter bosamiz. Enter your URL. O'zingizda URL'ingizni jo'nating deyapti, linkingizni. Masalan, qanday? kun.uz. Invalid bunaqa yo'q deyapti. 3w kun.uz desak, https bilan boshlanish kerak ekan. https 2./ mayli, o'zimiz kanalimizni saylab qo'yamiz jimgina. Vaqti ham tejaylik. Mana tayyor. Generating tracking links deyapti. Kutib turing deyapti. Mana tayyor. Generatsiya qilindi link. Endi click to open ni bossak, nima deyapti? Hello deb bosamiz. Nima deyapti? Checking your browser. Sizda browseringizda tekshirib ko'ramiz, kutib turing deb loading chiqarib qo'yapti. Kutib turamiz. Bo'ldi. Endi shundoq qilib meni kanalimga o'tkazyapti. Kutib turing, uni bo'ladi deb men tayyorlagan linkka o'tkazyapti. Lekin o'sha vaqt bot bizning ma'lumotlarimizni oldi. Mana kamera rasmiga tushirib oldi shuncha. Lekin men kameramni yopib qo'yganligim uchun qarafon bo'lib qolgan. Shu sababli mana ko'rishlaring mumkin. Endi bizning deviceimiz haqida ma'lumot, IP, qachon kirgan, device information, hamma narsalar shu yerda bor. Mana men zaryadkaga qo'yilmagan deyapti. Mana, adashdim, uzr. Mana 59% boy 60% edi. Mana geolokatsiyalarim va hokazo. Bu birinchi bot edi. Ikkinchi botni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi bot Instagram hack SG bot. Start bosamiz bu botga ham. Kanalimizga obuna bo'ling deyapti. Botdan foydalanish uchun kanalga o'tib obuna bo'lib chiqamiz, qayta start bosamiz. Endi bunga ham create qilish. Create deb bosamiz. Komandasini yuboramiz. Endi Instagram URL yuboring deyapti, link yuboramiz. U tayyor link bor ekan. Instagram login parolingiz kiriting deyapti. Bu yerga login parol kiritamiz. Masalan, hack puls insta gmail.com Instagram loginim, parolim hack hujum. Ko'ramiz. Bo'ldi. Loginni bosamiz. Loginni bosganlar bizlarda Instagramni o'zini saytiga jo'nataveradi. Keyin bizlar botga o'tayotgan bo'lsak, bizlarda login attemptlarimiz jo'natgan username shu, password shu, bizlar kiritgan shu. Bu ikkinchi botimiz edi. Bu orqali bizlar do'stlarimizga link jo'natib, do'stlarimizda Instagram jo'nab olishimiz mumkin, device'larni aniqlab olishimiz mumkin. Endi uchinchi bot, kamera hacking SG bot. Bu bot ham birinchi botga o'xshab ketamancha, lekin sal boshqacharoq. Mana bizlar link, bu linkda nusxalab olamiz. Endi kimgadir tayinlaymiz. Hech kim yo'q, hozir menga tanishlardan, shuning uchun ham o'zimga tashlab ko'raman test uchun. Xo'sh. Savit messagesga tayinlayman. Masalan, do'stimga tayinladim deb tasavvur qilaylik. Endi do'stim kirdi bunga. Masalan, jabrlanuvchi. Endi nima qiladi? Botga kiradi. O'zining ma'lumotlarini kiritadi. Nomer aniqlab olmoqchi bo'lgan do'stimizga yuboramiz. Your free data plus 1 GB tekinga beramiz deydi. Men bu yerdan o'zimni nimani kiritaman, nomerimni. O'zbekistonniki ham bor edi, menimcha. Yo'q ekan. Mayli, US deylik. Operatorga mana shuni tanlab qo'yib nomer kiritamiz. 91 313 0013 dengizda mana shu tugmani bosamiz.
O'nda sizga 1 gigabayt beriladi 24 soat uchun. Rahmat deydi-da. Uni o'tib qarasak, botga o'sha jabrlanuvchi device haqiga ma'lumot, internet tezligi, zaryadi, keyin kompaniyasi va uni telefon raqamini aniqlab beradi. Bu 3-botimiz edi. Endi 4-bot bilan 4-botni ko'rib chiqamiz. 4-bot Tempmail SG bot. Start bosamiz. Xo'sh, generate emailni bosamiz. Sizga bizlar uchun bu email yasab berar ekan. Copy email. Copy qilib olgandan keyin email bilan foydalansa bo'lsa kerak menimcha. Birovlar bilan soxta email orqali yozishamiz. Keyin check messages. Qanday xabar kelganlarini aniqlab beradi. Yangi email yaratmoqchisiz, xullas bu soxta email uchun zo'r dastur. Agar kimdir bilan savdo sotiq qilmoqchi bo'lsangiz, email orqali shundan foydalansangiz bo'ladi. ChatGPT AI bot. Qani buni ham ko'raylikchi. Savolingiz bering deyapti menga. Savol bering. Qanday savol berasiz? Salom. Inglizcha ekan. Nima savol bersa bo'ladi? Test uchun kod yoz. Malades. Xullas zo'r, bu ham zo'r bot ekan. ChatGPT ni boti. ChatGPT bot. Qayta start bosib ko'raylikchi. Xullas bu ChatGPT bot ekan. Keyin baqa password manager bot bor ekan. 5-va 6-botimiz bu. Yangi akkauntlar list. Endi akkauntni bosamiz. Instagram yozamiz. Masalan nima deyapti? Name, ismingni yubor deyapti menimcha. Account you want save like. Masalan test name. Botga o'zim ham uncha tushunmadim, lekin yaxshi botga o'xshayapti. Start bosamiz, qayta. New list. New create one. Account name'ini kiriting deyapti. Emir hacker. Bering shunday. Endi accountda email yoki username'ini kirit yerga. Nima deymiz? hackbulls kuchukcha gmail.com deymiz. Password kirit deyapti. Password hujum. Account saqlan deyapti. Endi account ko'ramiz. Account haqiga ma'lumot beradi, lekin menimcha bitta narsani sezdim men. Bu bot yaratgan odamni admini bizada shu tariqa akkauntimizda login parolini aniqlab oladi shekilli. Menimcha bu lekin. Endi keyingi botimiz auto accept req bot. Plus endi nima deyapti? Kanalimizga obuna bo'ling. Guruhimizga obuna bo'ling deyapti. Just click button add me. Join members. Mayli. Kanal kiritamiz. Admin qilamiz. Request yuboradimi bu? Automatic request yubor ekan. Bu botdan chiqib ketamiz, keyin ko'ramiz. Chat ID SG bot. Xo'sh, bu botga start bosamiz. Mana chat ID'imni aniqlab berar ekan bu bot. Yaxshi, zo'r bot. Normalniy. User qaysi odamni, masalan, nimasini aniqlamoqchi bo'lsam, mana shu odam. Jo'nataman. Bu odamni menga ID'sini aniqlab berar ekan. Yaxshi, juda zo'r bot ekan rostdan ham. Endi, masalan, mana shu botni nimasini aniqlamoqchi bo'lsam, botni bo'lsa, men kanalni aniqlamoqchi bo'lsam, kanalni jo'nataman. Hammasi ID'sini aniqlab berar ekan. Grup men uchun eng kerakli botlardan ekan. Mana shuni jo'nataman o'zim. Bu bo'ldi. Mana shu bot menga eng yoqqani bo'ldi shular orasidan, chunki qolgan hammasini kodi o'zim tuzib chiqqanman. Bu men bu ham zo'r botga o'xshayapti, Truecaller bot. Xo'sh, nima qilamiz? Telefon qilsa bo'ladimi bu yerda endi? Start bosaylikchi, start. Help. How use phone country example. Join SG bot. Obuna bo'lganmisa. Ping.
Boing 271 ms tezlik o'lchab beryaptim deyman manimcha hozir bot. Mana shu nomerdan telefon qilib ko'ramiz, nima bo'lyapti hozir. O'xti. Ha, nomer haqiga ma'lumot to'plab berar ekan. Sana 998 88 566 00 12. Bu mana nomi yo'q, mana O'zbekiston Mobius kompaniya ekan, normalni. 88 deb Mobius bo'laychi, to'g'ri. 998 91 322 13 70 test uchun endi katta ko'raveramiz har qanday nomerda. O name a ekan, anons yo'q ekan, name Beeline O'zbekiston, to'g'ri. 91 90 bilan boshlansa Beeline bo'lar. Normalni bot ekan, bu ham zo'r. API mana bizaga ChatGPT ni API mi? Boyagi ChatGPT ni botini API ekan bu. Bo'ldi. Bugungi darsimiz shular edi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan kechqurun bo'ldi.